Assalomu alaykum, mani mehribonim onajon. Manchi deyman hammasiga, siz yig'lamang hech qachon. Hozircha uzoqdaman, xayol surib ovunganman. Nima qilay bugun sizni juda sog'inganman. Sizni qilganlaringiz ikki dunyoda ham qila olmayman. Qornimda 3 kilo toshni 9 oy ko'tara olmayman. Kammi ko'pmi bu hayotni qiyinchiligini ko'ryapman. Ko'zlarimda yosh bilan bugun xayol suryapman. Xohlasam agar atrofda butun olam jam bo'ladi, lekin onajonim sizni mehringizdan kam bo'ladi. Dengiz ko'tarilsa ham mehringizdek bo'la olmaydi. Shayton ko'p bo'lsa ham Allohga teng kela olmaydi. Mani tug'ganingizda siz juda yomon qiynalgansiz. 10 ta suyak singandek og'riqni his qilgansiz. Tug'ilgan kunimda menga hayot sovg'a qilgansiz. Kechalari oq sutingizga mehr qo'shib ichirgansiz. Oq sutingizni oqlayman, yolg'onga o'rgatmadingiz. Yaxshi tarbiya berdingiz, egri yo'l ko'rsatmadingiz. Ko'z qorachig'imda yasrayman, uyga boraysizlarni. Chunki sizlar kibri bo'lib asragansizlar meni. Mani tug'gansiz ona, bir o'lib, bir tirilib.